Yuzda quvonch, dilda ishonch, yaxshi niyat ila qo'lingni och. Abadiy muhabbat hadya etsin dildoshim. Yuzda kunlar, nurli kunlar, hamrohingiz bo'lsin baxtli tunlar. Hech qachon go'zallik tark etmasin sirdoshim. Kuyov va kelinchak, baxt bo'lsin belanchak. Baxtingizga hech ham ko'z tegmasin kuyov kelinchak. Baxtingizdan tarasin ishq nafasi, ko'rganlarni kelsin sizga havasi. Mangu birga bo'ling, baxtli yuring, nurga to'lsin muhabbat. Dunyo kunlar, nurli yo'llar, shirin baxtga yetkazsin manzillar. Ko'zingizdagi shodliklar sizni tark etmasin. Ko'ngillar band, shodu xursand, hadya etsin Tangrim shirin farzand. Yuzingizdagi go'zal yog'du hech ketmasin. Kuyov va kelinchak, baxt bo'lsin belanchak. Baxtingizga hech ham ko'z tegmasin kuyov kelinchak. Baxtingizdan tarasin ishq nafasi, ko'rganlarni kelsin sizga havasi. Mangu birga bo'ling, baxtli yuring, nurga to'lsin muhabbat.
salomatlik tilaymiz. Xudo xolasa inshaalloh yaxshi niyatlar bilan kechamizni boshlab berish uchun mana shu davramizga yosh katta ulug' otalarimizni taklif etmoqchiman. Chiroyli duolar bilan, chiroyli yaxshi niyatlar bilan inshaalloh Xudo xolasa boshlab beradilar. Marhamat otajonlarimiz, onajonlarimiz, kelinglar davramizga. Assalomu alaykum, to'ylar muborak bo'lsin. Yoshlarimizga, jamiki mehmonlarimizga yaxshi niyatlaringiz va tilaklaringiz. Assalomu alaykum. Mana shu kunimizda mana Xondaxon ukamizni to'yiga yig'ilgan barcha mehmonlar, avvalambor xush kelibsizlar. Mana shu yoshlarimizni mana xudolari Abduqahhor aka hamda Xondaxonlarning to'yida yaxshi
yaxshi niyat bilan kelgan mana shu kelin-kuyovlarga baxtli bo'lishida tilab qolamiz. Avvalo yana bir bor xush kelibsizlar. Mana shu bugungi kechamiz ochiq. Marhamat. Rahmat, qarsaginglar bo'lsin. Duoda gap katta inshaalloh, Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Bugungi to'yga kelgan barcha mehmonlarimizga, onaxonlarimizga, akalarimizga, otalarimizga, jamiki mehmonlarimizga assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi shunday bir ajoyib oila, muqaddas oila borki, bunday oila hurmatga va e'tirofga juda ham yaqin ekan. Bugun esa inshaalloh Xudo xolasa Shukurlar xonadonida katta to'y, katta bayram va bayramona kayfiyat. Xonadon to'y egalari Allohga iltijolar qilib, zakotlar berib, yaxshi niyatlar ila to'ylar qilar ekanki, eng avvalo qilgan xayr va ehsonlari, yaxshiliklari Alloh dargohida qabul bo'lsin. Robbim Allohim bu dunyoda ham va u dunyoda ham eng oliy mukofotlarini beraversin. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin, farzandlari ko'p bo'lsin. O'ylaymanki, farzandlari to'ylarda birgalikda xizmatda, izzatda bo'lish barchamizga nasib etsin inshaalloh, Xudo xolasa. Kechamizning mashhur qahramonlari Odnoqul akamiz va Xudo xolasa Muyassarxon onamizga sog'lik, salomatlik va uzoq umr tilaymiz. Kuyov bolamizga albatta qadrdon bo'lgan aziz ota va onalarga ham o'zimizning minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Kechamizning esa qahramonlari Mirjalol va Ruxshona yoshlarimizga baxt tilaymiz. Sizlarni ham, bizlarni ham mana shunday bir chiroyli to'ylarga yetkazsin. Xonimlar va janoblar, aziz do'stlar, onlarga bo'lgan noz-ne'matlar qarab, uyalmasdan, tortinmasdan, oling deb qarshilab, kayfiyatlarni zo'r qilib mana shu davramizda raqsga boy bo'lgan xuromiylarni namoyish etasizlar. Men esa navbatda o'zbek estradamizning vakillari, albatta Zuhruddin janoblari va Betakror Zarina xonimdan eksklyuziv tarona sizlarga taqdim etib borishadi. Marhamat. Assalomu alaykum. Shehozli dargohga yig'ilgan aziz mehmonlarimiz, 2 yoshimizga uzoq umr va saodat tilab qolamiz. To'y sohiblarimizga to'ylar yaxshi kunlari muborak bo'lsin. Barcha kelgan aziz mehmonlarimizga yaxshi kelgansiz. Seni hammadan yaxshi ko'rib sevaman. Bilib bilmay ba'zida qalbingga ozor beraman. Xasta bo'lib qolsang aniq ado bo'laman. Kasal bo'lma, iltimos, sensiz nima qilaman. Bizga baxtlar yarashadi, armon emas. O'zga yorlar kulgulari darmon emas. Boshqa birov sendek bo'la olmas. Xasta bo'lma jonim, ado bo'laman. Mendan oldin olmaysan, o'ling bo'laman. Senga bezor bo'laman, sensiz men xor bo'laman. Azizim, xasta bo'lma jonim, ado bo'laman. Mendan oldin olmaysan, o'ling bo'laman. Senga bezor bo'laman, sensiz men xor bo'laman. Azizim, seni xato o'zgarib, o'rnidan ham
o'rtasi bir daryo o'tib borar misli go'yo o'tdi qancha baharlar Leyli Majnunlar sevishganlar hali ham o'chmas yodimda seni uchratgan kunimda baxtimni topdim sevgimdan armonim yo'q bu dunyoda salom sevgim xunchasi ko'nglim ergasi yuragim nolasi senla birga bo'lsam qalbim malikasi kel seni baxtli qilarman o'zim azizim ko'zing kulsin nurlarga to'lsin hamisha sevgilim bir umr yoningda bo'layin men o'zim seni baxtiyor ko'rsin ko'zim yillar o'tib ketsa ham farishtam o'shasan bir umr hayotimda bo'lgin yonimda menla birga moviy munchoq ko'zlaringda sevgimizni aksi bor qayg'u alamlar bizlardan o'tib ketsin yiroq salom sevgim xunchasi senla birga bo'lsam qalbim malikasi kel seni baxtli qilarman o'zim azizim ko'zing kulsin nurlarga to'lsin hamisha sevgilim bir umr yoningda bo'layin men o'zim seni baxtiyor ko'zim ko'zim salom sevgim xunchasi ko'nglim ergasi yuragim nolasi senla birga bo'lsam qalbim malikasi kel seni Bizni sevgimiz boshqacha bilib qo'ysinlar sevishaylik yuz yoshgacha qilib olsinlar kerakmas mol-u dunyosi qursin dunyosi sevdim uni tovonimdan boshqacha sevgimiz boshqacha oh bilib qo'ysinlar sevishaylik yuz yoshgacha qilib olsinlar kerakmas mol-u dunyosi qursin dunyosi sevdim uni tovonimdan boshqacha gapirib bersammi sevgim qanday boshlangan uni deb aytsin ko'zlarim go'do yoshlangan bildim shunda sevgi sirin ko'p sirin o'ziga barchasi kegin shundoq tashlangan kel dardingni bo'lishgim qaytadan tanishgim sevgilingman sevgilim oh kel dardingni bo'lishgim qaytadan tanishgim sevgilingman sevgilim bizni sevgimiz boshqacha bilib qo'ysinlar sevishaylik yuz yoshgacha qilib olsinlar kerakmas mol-u dunyosi qursin dunyosi sevdim uni tovonimdan boshqacha sevgimiz boshqacha
rashkim of yomon ko'p yillar birga biz ammo rashkim qolmaydi hamon qonib yonib ketsam eslataman bir so'zni aytaman yoniga borib qulog'iga shu gapni kel dardingni bo'lishgim qaytadan tanishgim sevgilingman sevgilim oh kel dardingni bo'lishgim qaytadan tanishgim sevgilingman sevgilim bizni sevgimiz boshqacha bilib qo'ysinlar sevishaylik yuz yoshgacha kuyib bo'lsinlar kerakmas molu dunyosi qursin dunyosi sevdim uni tovonimdan boshgacha mazza qilib to'ylar muborak bo'lsin hammalaringga sog'lik salomatlik umrlaringiz uzoq bo'lsin xonadon to'y egalarini hurmat qilib kelsizlarki Alloh taolosidan yo'qlasin Xudo xolasa men niyat qilamanki yoshlarimizga Alloh taolo o'g'ilmi qizmi farzand berganda ham farzandlar to'ylarda birgalikda xizmatda izzatda bo'lish barchamizga nasib etsin kuyovning xolalari hammalari marhamat chiqib kelaverasizlar kayfiyatingiz yaxshimi charchamayapsizmi to'ylarimdan zerikmayapsizmi kelinga kim bo'lasiz hamma bo'lasiz Xudo xolasa siz kim bo'lasiz siz ham hamma xolalari bormi xolalari assalomu alaykum xolasiz nechta xolasi bor kelinimizni ya nechta 5 ta ekan xo'p kelinimizni 5 ta xolasi bor ekan men barcha 5 ta xolalarimni davraga chaqirmoqchiman va kuyov tomonidan kelgan mehmonlarimiz agar xolalar hammalari bo'lsa marhamat davraga chiqib chiqish niyatlarini bildiraverasizlar Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Shu qo'shanaga yig'ilgan aziz mehmonlar. Avvalambor bizlarni yaratib shu darajaga yetkazib, shunday chiroyli dasturxon atrofida o'tirishga muvaffaq qilgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Ikki sarvari Muhammad sallallohu alayhi vasallamga durud salomlar bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Kelin kuyovlar qo'shiq tarzida qizimiz borgan joyga qo'yib qarasin. Xudolar borishga kelishga bir-biriga izzatli hurmatli bo'lishsin hamisha. Yanagi ish kunlarga hammamiz yana ham shunday o'tirgan qora ko'zlar qatorimizda kamayli chiroyli beshiklarni yasatib borib yana mana shunday chiroyli dasturxon atrofida diydor bo'lishib o'tirishni o'zingiz nasib aylasin. Hammalaringga oshxonalarimiz xush kelibsizlar. Deganlarimga rahmat. Assalomu alaykum. Yaqinda Kelin do'stlar to'yiga marhaba. Ikki yosh. Obat etar sevgi bog'ini, butun yoqar baxt chirog'ini. E'tiborlaring uchun rahmat. 2 yosh baxtli bo'lsin. Jiyanim Mirjalol bilan kelinim Rushana doya baxtli, taxtli bo'lsin. Yuvali, juvali, ota-onasiga mehribon, xizmat qiladigan farzandlar bo'lib yetishsin. Xush kelibsizlar to'ylarga. Mana bugungi yig'ilishimiz sababchisi Rushana kelinimiz, kuyovimiz bo'lmish jiyanimiz Mirjaloljon ularning baxtli salom-salomatli barchasini tilaymiz. Yomon fursatdan foydalanib, 2 yoshga zot-mol saodat, kelgusi hayotlarida yaxshi niyatlarga yetib yurishlarini tilab qolaman. Assalomu alaykum. Mana bugun sevimlikida
Rahmat, qansagidan chalib qo'yasizlar yazgan qo'llar. Hop qo'ying, shu yerda chiroyli esdalik qilib. Yaqinroq turib. Takror ayollarimiz manimcha o'tirgandan foyda yo'q. Hammalaringga chiroyli qo'shiq taqdim etiladi. Marhamat. Ha. O'tirgan joylarimiz zavramiz bo'lamiz. Oh
mehmonlarimiz bor. Kuyov tomondan kuyov bolamizga qadrli bo'lgan ham do'st, ham aka, ham amaki, ham tog'a, hamisha oldida partneshka bo'lib yurgan Otabekjonni sahnaga davriga taklif qilmoqchiman. Qanday gapirgan bo'lsa shunday gapiraverasiz. Assalomu alaykum. Avvalambor aziz mehmonlar, bizning Yasarning dargohlariga kelganlari uchun xush kelibsizlar. Avvalambor xudojonlar, opa-singillar, aka-ukalar, sho'xonalarning jajji farzandining nikoh tomosda o'tirar ekanman. Bu bizga uzoq umr, baxt saodatlar tilayman. Ulohim o'ynab o'sib, ko'zidan ko'zi ko'paysin, tub qo'ysin, palaga olsin. Osmonlardek tiniq, havolardek beg'ubor, kuz mevasidek shirin, yoz mevasidek she'r hosil bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Akalari, tog'alari, pochchalari, marhamat davraga chiqinglar. Kelamaylar. Hozir so'rasam nima deydi? Nuraliga bering dedi. Men hayron bo'ldim. Nimaga desam, Nurali dedi. Nafaqat so'zni dedi. Gapni ham yondiradi, davrani ham yondiradi, sindiradi dedi. Men ishonmayapman. Hozir isbotini ko'ramiz. Yildan keyin ikkita 5 Devradish kelinga ham kuyovga ham nasib qilsa, ilohim avvalambor Alloh boshqa nima deymiz? Qo'llamasdan gapni eshitasizlarmi yo ayonga o'tiraverasizlar? Araq qo'yib shu gapimga qo'shilsalar, 3 ta qasak soladi. Bo'lmasa bo'shatalar. Omon bo'ling, sog'lik. O'sha yildan keyin ikkita 5 top borish nasib qilsin. Ramazon nasib o'rtamiz o'g'irlab. Niyatlar bilan xo'sh, Dora Soponni partneshka qilaman degan barcha betakror ayollarimizni davraga taklif qilamiz. O'tirgandan foyda yo'q endi. Mazza qilaveringlar. Marhamat. Siz ketib qolmang. Ketib qolmang. Yeah.
Ben
Can gel yapar
rozi so'rab qolamiz. Men mana shu davramizga taklif etmoqchi bo'lgan yaxshi niyatlar bilan Xudo xolasa mana chiroyligina dasturxon yozib, chiroyligina to'ylarni boshlagan kelinimizni onajonisini sahnaga, davraga taklif etmoqchiman. Yaxshi niyatlar bilan chiroyli duolarni, yaxshi niyatlarni eshitamiz inshaalloh Xudo xolasa. Avvalo Alloh taolo qilgan xayr va ehsonlarni qabul qilsin. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin, qo'shaqlarisin, umrlari uzoq bo'lsin, bir-birlarini hurmat qilsin, bir-birlarini sevsin. Kayfiyatingiz yaxshi? Qanday bo'lyapti? Chiroyli bo'lyapti, zo'r bo'lyapti. Men o'zi xursandman, lekin bundan oshiq, to'g'rimi? Kuyov bolamiz onalari ham shirkammi? Ismlari nima? Feruza opa. Xo'sh. Demak, kechamizni mashhur qahramoni, kuyov bolamizning volidasi Mirjalolbekning volidasi, onajonisi Feruzaxon onamizni yaxshi niyatlar ila davraga, sahnaga taklif etamiz. Kelamaylar. Baxtli bo'lsin. Yonlariga turib oldi, yonlariga. Xo'p. Mana aytmoqchimanki, birinchi marta to'y qilishingizmi yo to'y qilganmisiz? To'y qilgansiz. Sharoitlarni bilasiz, sizchi? Qilgansizlar, Xudo xolasa. Aziz mehmonlar, davramizdan to'g'rida turgan, bizlarga qadrli, qadrdon bo'lgan kuyov bolamiz va kelin poshshamizning onajonlariga navbat bermoqchiman. Bir chiroyli yaxshi niyatlarini, tilaklarini birgalikda eshitamiz. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar va mehmonlar. Mana bugun yig'ilishimiz sababchilari, farzandlarimiz, umr yo'ldoshlari bo'lmish o'shanaqalarning baxtli kechasini bir qismida o'tirar ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib men bu 2 yoshga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Lekin yaxshi niyatlarga yetishib yurishiga tilakdoshman. Allohim serfarzand, serdavlat qilsin. Hammadan eng yaxshi oila bo'lib yetishishiga tilakdoshman. Aziz mehmonlar o'tiraveradi, qarzachalik. Faqat to'g'risini ayting. Kelin tushirdingiz, kelin oldingiz, endi kelin emas, qiz bo'ldi, to'g'rimi? Nech kunda bir keliningizni uyga jo'natmoqsiz? Faqat to'g'risini ayting lekin. Buni hal o'ylaganingiz. O'ylaganingiz yo'qmi? O'zi zo'rg'a oldim, hali jo'nashni o'ylaganim yo'q deyaptilar lekin. Gaping. Niyatim yo'q lekin. Jo'natishni niyati ham yo'q arkadaşlar, qaynonani ko'rganmiz. Iloyim, siz necha kundan bir qizingizniki kelishni xohlaysiz? Endi qaynonasi, qaynotasi eri ruxsat bersa kelsin. Ruxsat bersa, Xudo xolasa 2 oyda ham kelsa sog'inmaysiz. Farqi yo'q, bez razisi. Ayt, kulmay qo'yavering, bilaman. Onaning mehri baribir ham boshqachada. Chiroyli duo qilib qo'ying. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Shu bazimizga 2 yoshga baxt tilayman, uzoq umr tilayman. Yana beshiklar obarish. Allohu akbar. Sho'g'aliqomadur. Sevmay bo'ladimi uni? Atrofimda parvonadur degan ekan. Navbatda men xonandalarga navbat bermoqchiman. Aytiladigan qo'shiq onajonlarimizga, barcha mehmonlarimizdan taklif qilamizki, undan so'ng esa bir chiroyli o'yin bo'ladi, undan so'ng esa Xudo xolasa keyin bir chiroyli duo bo'lar ekan. Marhamat. Farzand
to'yimizda bir debochasini mana yakunladik. Hammalarini kelganlaring uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Hammaning uyida mana shunday chiroyli to'ylar bo'lsin, ilohim. Xush kelibsizlar. Amin. Amin. Ilohim amin. Yoshlarimiz qo'sha qarsin, o'zlaridan ko'paysin. Qizimiz borgan joyda tip qo'yib palaga olsin, ilohim. Yana kelish kunlarga hammamiz sog' salomat birgalikda yana beshik to'ylarda o'tirish ro'zi nasib aylasin. Amin. Rahmatga yor hamma rahmat. Xush kelibsizlar xizmatlaringiz